Hurmatli konstruktor bot foydalanuvchilarimiz, hozirgi vaqtda mana bu yasalgan botimizni upravleniyasi boshqaruvi. Hozir biz shuni bosamiz. Mana ochildi. Bu yerda hozirgi vaqtda hamma tovarlar narx-navo hammasi yozilgan. Buni hozir Telegramda prilojeniyani ko'rish uchun biz Telegramga o'tamiz. Keyin poyezd degan joyga mana butik X11 yozamiz. Mana chiqib keldi. Mana hozirgi vaqtda bunday ochib ko'rsak, mana bu yerda mana hammasi polностью tayyor turibdi. Endi startni bosamiz. Startni bosganimizda mana bot biz bilan salomlashadi. Prilojeniyga o'ting deb Telegram bot bizga taklif beryapti. Mana Telegram prilojeniyga o'tamiz. Telegram prilojeniyga o'tganimizda mana bu yerda bizda Telegram prilojeniyamiz ochildi. Hozirgi vaqtda mana ko'rib turibsiz, mana bu yerda joylashgan kategoriyalar hammasi birma-bir bu yerda tepada rolik bo'lib aylanaveradi. Keyin bu yerda mana video rolikimiz bor. Уважаемые друзья, наша Video roligimizda qanday ishlashidan xabaringiz bor. Bu yerda hozirgi vaqtda mana ko'rib turibsiz, korzinka. Menga bu yoqdi, men bu yoqdi, например. Men bu yoqdi deydigan bo'lsangiz, keyin savatga o'tasiz. Savatga o'tganingizda mana 4 ta narsalar sizning savatingizda turibdi. Endi buyurtma berishni shunday bosganimizda lokatsiya yoqilgan bo'lishi kerak. Bu yerda mana lokatsiyani shunday tanlangandan keyin kim mana bu yerda zaymrashut medlenniy mana zaymrashutlar bo'ladi. Keyin bu yerda mana uzoqqa yoziladi, kim oladi. Mana men Hasan borib tovarni kutib oladi. Keyin buyurtmani oformlik qilish. Buyurtma rasmiylashtirildi. Endi biz hozirgi vaqtda mana bu dasturda bosganimizda mana zakaz bitta keldi deb bizga aytayapti. Mana zakazlaringizni, mana narsalaringiz qanaqa nima. Endi подтвердить deb kompyuterda o'tirgan xodimimiz bosgan vaqtida mana bu yerda sizga bitta подтверждение tasdiqlanadi. Siz zakazingiz qabul qilindi deb. Keyin tovarni xodimimiz dostavщикka berib adres bo'yicha jo'natgan vaqtda отправить deb yozib qo'yadi, bosib qo'yadi knopkasini. Mana bu yerda отправить mana knopka o'tdi. Ko'rdingizmi? Tovar ketdi yo'lda hozir. Endi borib tovarni dostavщик sotib oluvchi bilan hisob-kitoblari hammasi qilingandan keyin dostavleniya deb kompyuterda o'tirgan xodim knopkani bosadi. Dostavleniya mana ketdi, dostavleniya. Bu yerda mana 4-inchisi dostavleniya deb o'sha yozildi. Endi katalogga kiramiz. Mana bu profil degan joyga kirganimizda mana ko'ryapsiz, bu yerda tillarni o'zgartirsa bo'ladi. Keyin dizayn prilojeniyani o'zgartirsa bo'ladi. Keyin pastda ko'ryapsiz, share degan bilan kopiya degani mana. Kopiyat qilamiz. Keyin siz do'stlaringizga taklif qilgani o'sha kopiyat qilingan silkani jo'natganingizda ular agarda sizga shu silka asosida kiradigan bo'lsa, bu yerda sizga nechta odam sizni taklif qilganingiz ko'rinib turadi. Teparoqqa chiqamiz. Mana moy zakazi degan joyga kiramiz. Bu yerda aktivniy zakaz hali bajarilmagan, lekin zakaz berilgan narsalar ko'rinib turadi. Istoriyaga kirsangiz, mana siz zakaz qilgan narsalaringiz istoriyasi chiqib keladi. Endi yana bitta yaxshi narsa bor. Hozirgi vaqtda mana orqaga qaytamiz. Katalogga kiramiz. Katalogga kirganimizda mana video rolik haqida mana ma'lumotlar bor. Mana ko'ryapsiz, video rolikning o'ng qo'l taraf o'rtasiga mana shu joyiga bosganingizda video rolik to'xtaydi. Agar siz video rolikni ochganingizdan keyin silka bo'yicha kiradigan bo'lsangiz, havola degan joyga bosishingiz kerak. Mana havola degan joyga bosamiz. Mana hozirgi vaqtda Telegram ochiladi. Mana Telegram ochildi, ko'ryapsizmi? Ularning silkasiga o'tdi. Endi hozirgi vaqtda orqaga qaytamiz yana prilojeniyga. Mana bu pastda qo'yilgan kategoriyalar hammasi tepada video rolik bo'lib, bunday aylanaveradi. O'zi aylanaveradi. Endi qisqacha aytganda mana shunday qilib bot magazinda
yoki sotib olishingiz mumkin, yoki ijaraga olib foydalanib biznes qilishingiz mumkin. Bir o'ylab ko'ring. Agarda sizga tushuntira olgan bo'lsam, men xursandman. Bironta savollar bo'ladigan bo'lsa, telefon orqali aloqaga chiqishingiz mumkin. Rahmat.